Aziz aka, O, mana bunisi nima buni? yoqib ko'r. Bu tag yonadimi? Nimaga bu? Sветильник-da. Stoliga qo'yib qo'yishga, yoritish uchun. Stolga qo'yasan, osib qo'yasan. Ham fonar. Hampanlari bor. Voy, fonarga отдельно to'xtalamiz. Tepaga osib qo'ysa ham bo'ladimi, menga o'xshab? Bo'ladi. Mana osib qo'yamiz. O'shanga mo'ljallangan. Och. Nechi palatkamiz? 280 ga 280. Bemalol yoritadi, ko'z yonmayapti. Ha. Ya, aka, udar narsa ekan. Buni ham rejimi bor ekan. Uchuq rejimda ishlaykan. Fonari udar ekan, aka. O'zi ham mo'shniku. Necha metr oladi bu uzoqligi? Yolg'on gapiringiz, 500-600 metr bemalol. Monoqsa kattalashadi. Ha. Ko'z oldi-ku, aka. Ko'zingga qilma demoqchi edim. Nimaga? Svet qilmadim. Ko'zingni ortib qo'yadi. Ortib qo'yadi. Yoqinglarcha. Endi ma'lumot bering bu bo'yicha, aka. Bu qanaqa fonar? Qara, bu Nimasi fonar yaxshi? lyumini kuchli. Tak. Turbo rejimda agar yoqib qo'yadigan bo'lsang, 6 soat davomida yonib turadi. Ekonom variantida yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, 12 soat davomida yonib turadi. Tak, bunda telefon zaryadka qilsang bo'ladi. USB-si bor. Ha. Bunisi nimaga? Bu shtativga o'rnatib qo'yasan. Projektor o'rnida hisobida ishlata olasan. Ya, fonar udar ekan. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar, kerak bo'lsa bemalol Mergan do'koniga kelib, xohlasangiz boshqacha bunaqa professional fonarlar ham bor, aka. Bularga отдельно to'xtalamiz keyingi videolarimizda. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun kommentariyaga nomer qoldirib qo'yamiz, bemalol telefon qilib, aziz akamdan o'g'risizlar. Hammaga rahmat. Sizlarni Mergan do'konida kutamiz.